Ya bu qanchaga bitta akalar? 100 ming so'mga bor. Qayerga qanchaga sotiladi endi bu? Aka siz aldingizmi? Qanchaga berasan buni qayer? Telefon nomeri aytib qo'yasizmi? Satib qo'yib. Uyga oldingizmi aka? O balani bu yoqqa qaray. Niye kaçırdasın? Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, hurmatli qimmatli vaqtchilar, qatorlovchilar, amansizlar bu. Bugun 15-iyun, Jalolobod bozor Qo'rg'on Chilqi bozorini tartib ko'rsatamiz. Sizlar kanalga qatorlib, Sasha o'zingiz kommentlardan bodri qilib yozib turasiz. Atlar qanchadan degan? 150 ming so'm. Bunanchi? Ay. Bundan da 150 ming berasiz. Aqchal qancha? 150 ming so'm. 150 ming so'm ekan. Nonu? Bo'l. Shuna bostirib qo'yinglar ya. Assalomu alaykum. Yaxshi. No, oldiga qo'yib qo'ysang, ey. Ol qarmat qo'ying, ey. Yaş qanday bo'lyapti aka? Shekasi ekan. Ulog'ida bor aka? Bor yo'q. Ishi bor. Bo'ynasa kelding, ha? Go'sht qaricha aka? Yamanchi. Adres qayerda bo'ladi aka? Qo'rqorda bo'ladi. Qo'rqorda bo'ladi. Chiqib qolgan yaxshi. Boyu qancha şey bo'ladi aka? 150 ga? 150. Yoshi? Ekasi. Qasib qo'ymolga ayta turgan ekan aka. Ekasi. Bosi 150 ming. Kam bor? Telefon nomer 222 ming 32 52 27. Okey. Bozor Qo'rg'on Qo'tqorda bo'layotgan. Eğer açıksa aytılgan nomerlerge çalıp baylanışıp sodalashib olaverasizlar. Bulda sizga qarashdi aka? Eğer bulda javob qilsa aytılgan nomerlerge chalaveradi aka. Buni bazı qanchadan? 150 kam bor ekan bulda. No'g'u soda bo'lsa to'shitasiz. Bası qancha ekan aka buni? 90 kam vardı o tarzda, pishdi. 90 ming so'm kam bor ekan. Muat yaxshi kelgan formasi. Qarata baqsa o'tirdi aka. Sağ ol. Qanday qilibsiz? Chalo, bir butun aka. Muat qancha ekan? 90 ming. 300 kam bor. 300 ming so'm kam bor ekan. Shunday ekan. Forma yaxshi ekan. Bering-da, bo'ldi, foydalanasizlar. 300 ming so'm kam bor ekan. Ket. Yaxshi kelam. Ko'kat qancha ekan? Ko'kat qancha ko'kat? 110 ming so'm. Kamichi?
Aka bundan qancha oldu? Aka. Qancha oldu? 72 ming so'm. 72 ming so'm bo'ldi. Shir qilma sodani. Qaysi soda oldu aka? Ko'pmi? Qanchaga so'radi aka? 100 so'radi. 100 ming so'm so'radi. 100 ming so'm so'rayapti. 110 ming deyapti ama. Yaxshi. Haroyda chiqqan. Tay qancha oldu akalar tay? 54 ming oldu. 54 ga aldın araba. 54 ming so'm oldu. Baya 150 ming soda oldu aka şunda. To'lana olamiz. Bular qanchadan bo'ldi aka? Bular 100 dan. 100 ming so'mdan ha. $100 ming so'mdan bo'ldi. Bundan qancha ekan aka? 84 ming ket. 84 ming sotildi. 84 ming so'mga sotildi. Aka atni minib ko'rtasizmi? Qanday yaxshimi? Siz qanday? Tak bu soda oldu ata uzun yerde. Kaça bunu? Kaça? 84. Tambay. Hadi. Hasan, azırak fayda görüyor. Menden fayda görünecek ha. Sen onun faydalarını aşıp ettin. Yama yürüyorum kadar fayda. Ziyaret. Bunun özel yakta faydası aşıp ettin. O da. 10 attı var tatlı çoğun attı. 200. Tarttım abi. 210 binge bermeydi. 210 binge bir yaptı. Bana tattığıyla 300 bin son veriyor. $210 binge satlattı. Tülün o kança kasır odası hazır? 15 binge. 115 bin be. Getireyim onu bilir. Getirmeye bu kadar kıyıp tutan buladılar. 115 bin songa soda olur. Ava kança oldu? 54 oldu iyi. Gökten beri efirge çıkma koyduğunuz zaman ayaklarda jüresi. Pazarda görünmeye gittiniz. 54 kaldınız mı? 54 dedi. Bu kança satavuz hem o? Faydalangan aldınız da. Bakıma gireceğiz, bakıma. Abi, semir satası mı? Kança günde semir etem? Bir aya? Soya duramol kola bir ayda? Jaşna sitesinde semir olsa gerek. Kança bolda kaşı? 74 kilo vermeyet. Başka mı? Aqtulpar deyen kanal. 74 mü? Yok. Nemede? Nokia Monbek futa. Onlar hazır soda olup men bunu tartı veripmin azıcı. Bu emesken. Bunu satılıptır 100 bin so'mga. $100 bin so'mga satılıptır.
Ya bunu attı qanchaga olib qanchaga sotasiz aka? 111 bin aldım. 111 mingga oldingiz. Aha. 4 bin son berdi verip edim. 20 bin bolsa berem. Biraz düşüp berem 20'dan. Telefon nomer. Yol girasına 500 0 552 00 23 29.